Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 20, 21 hamda 22 avgust kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos qilgan bo'lardik, videomizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring va ko'rish davomida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan ochiq, ayrim paytlarda esa biroz bulutli bo'lishi kutilmoqda. Yog'ingarchilik ehtimoli juda past. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esishi kutilmoqda. Nukusda 20 avgust kuni kunduzgi harorat taxminan 38-41 daraja, 21 avgustda 36-39 daraja, 22 avgustda esa 35-38 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Tunlari harorat asosan 23-27 daraja oralig'ida saqlanib qoladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham asosan quruq va issiq ob-havo kuzatiladi. Osmon ochiq yoki biroz bulutli bo'lishi mumkin. Yog'ingarchilik ehtimoli past. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ayrim ochiq hududlarda chang ko'tarilishi ehtimoli ham bor. Kechalari harorat 21-26 daraja, kunduzlari esa asosan 36-41 daraja atrofida issiq bo'ladi. 20 avgust kuni issiqlik yuqoriroq bo'lib, keyingi kunlarda harorat biroz pasayishni boshlaydi. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida asosan ochiq va quyoshli ob-havo saqlanib qoladi. 22 avgustga kelib ayrim joylarda bulutlar ko'payishi mumkin. Yog'ingarchilik ehtimoli past. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechalari havo 20-25 daraja atrofida bo'ladi. Kunduzgi harorat Toshkentda 35-38 daraja, Jizzax va Sirdaryoda 34-39 daraja, Samarqandda esa 33-37 daraja oralig'ida bo'lishi kutilmoqda. Toshkentda 22 avgustga kelib harorat biroz pasayishni boshlaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham issiq va asosan quruq ob-havo ustun bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli juda past. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechasi harorat 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Kunduzlari Qashqadaryoda havo 38-42 daraja, Surxondaryoda esa 40-44 darajagacha isishi mumkin. Bu hududlarda kunduzgi issiqlik respublika bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Yog'ingarchilik ehtimoli past. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr tezlikda esadi. Tunda harorat 20-25 daraja, kunduzi Andijon va Namanganda 34-38 daraja, Farg'onada esa 32-37 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. 22 avgust kuni ayrim hududlarda harorat biroz pasayishi mumkin. Respublikamizning tog'li va tog'oldi hududlarida tekisliklarga nisbatan salqinroq ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda havo biroz bulutli bo'lishi mumkin, ammo yog'ingarchilik ehtimoli juda ham past. Tunda harorat 14-20 daraja atrofida bo'ladi. Kunduzi esa 25-32 daraja atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Baland tog'li hududlarda harorat yanada past bo'lishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, ob-havo haqidagi eng muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosing. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.